Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisi sharifda man lam yada'a qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu dedilar. Kim roza tutsa-yu lekin yolg'on gapirishlikni va fisqi fujur yomon amallarni qilishlikdan tiyilmagan bo'lsa, uni yemasdan, ichmasdan yurganidan hech qanday manfaat yo'q dedilar. Uni faqat o'zini o'zi ovqatdan va ichimlikdan tiyib yurgani qoladi xolos, boshqa hech narsa ziyoda bo'lmaydi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Yana boshqa hadisi sharifda laysa siyamu minal akli va shurbi dedilar. Roza tutishlik bu faqat yeb ichmasdan yurishlik emas dedilar. Innamas siyamu minal lagwi va rafasi dedilar. Haqiqiy roza bu rafas, ya'ni fahsh so'zlarni so'zlamaslik, yolg'on gapirmaslik, birovlarni haqorat qilmaslik, dilini og'ritmaslik, mana shu narsalardan iborat dedilar. Fa in sabbaka ahadun aw jahila alayka faqul inni soimun. Agar seni birov so'ksa yoki senga o'shanday johillik bilan dag'al muomala qiladigan bo'lsa, birodar men ro'zaman deb aytgin, lekin unga teng kelmagin dedilar. Yana boshqa hadisi sharif yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi. Shunday roza tutadiganlar bor dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ularni tutgan ro'zasi ochlikdan boshqa narsani ziyoda qilmaydi dedilar. Va yana shunday kechalarida qoim bo'lib tahajjud namozlarini, taroveh namozlarini o'qiydigan kishilar bor. Ularni kechalari qoim bo'lishligi bedorlikdan boshqa narsani ziyoda qilmaydi dedilar. Ular kimlar? O'sha o'zi ro'zador bo'la turib, tilini tiymaganlar, birovlarga ozor berganlar, zulm qilganlar. Bularni faqat ochga qolgani qoladi xolos, undan boshqa hech bir narsa ziyoda bo'lmaydi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Shuning uchun Ramazon ro'zasini tutishlik deganda bu faqat yeb ichishlikdan tiyilishlik emas, balki jamiki gunoh bo'ladigan amallarni tark qilib, Alloh uchun o'zini tiyib ushlab turishlikni soim, ya'ni ro'zador deb aytiladi.